Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-bobiga keldik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti haqidagi 105, 113-moddalarni o'z ichiga oladi. Birinchi qismimizda 105, 108-moddalarni aytib o'tamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti faoliyati va saylanish tartibi haqida ko'rsatib o'tilgan. 105-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig'idir va hokimiyat organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlaydi. 106-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muhim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanadi. Aynan bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bo'lishi mumkin emas. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 7 yil muddatga saylanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezident saylash tartibi qonun bilan belgilangan. 107-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z vazifasini bajarib turgan davrdan boshqa haq to'lanadigan lavozimni egallashi, vakillik organlarining deputati bo'lishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shaxsiy daxlsizdir va qonun bilan muhofaza etiladi. 108-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis yig'ilishida quyidagi qasamyodni qabul qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishgan hisoblanadi. Demak, qasamyodida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman deb ko'rsatib o'tilgan. Demak, shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.